Bir kuni bir qarg'u chashqan yerni teshib yer yuziga chiqibdi. Dal mush paytda bir ish yuz beribdi. Bir tal uzun qezidek nijosat pakka tushibdi. Chatoq bo'lg'ini bu nijosat dal qarg'u chashqanning beshig'ili tushibdi. Bir ko'langa g'ilpalla qilib o'tib ketganini qipti. Qarg'u chashqanning ko'rish quvvati ojiz bo'lg'achqa kim ekanligini aniq ko'ra olmabdi. Bir kapta uchib ketdi. Qarg'u chashqan uningdan: "Hay, mening beshimga taratib qo'ygan senmi?" deb so'rabdi. "Yo'q, men emas, mening taratimchi, mana bundaq." Kaptar gapini tugitibla, bir parcha ham suyuq, ham yipishqoq oq rangli nijosatni chiqaribdi-ki, qarg'u chashqanning putining yenig'ili tushibdi. Qarg'u chashqan amalsiz yoyloqda o't yeyotgan ot apandining yenig'i berib so'rabdi. "Mening beshimga tarat qilib qo'ygan senmi?" Ot apandim quyruqini ko'taribla, ham yo'g'on, ham yumaloq tezaklabdi. Xuddi parangiga o'xshaydigan ot tezagi tok qilib yerga tushibdi. Qarg'u chashqan umidsizlangan holda ketib qopti. Qarg'u chashqan bir yovu toshqandan so'rabdi. "Hay, mening beshimga tarat qilib qo'ygan senmi?" "Yo'q, men emas. Mening taratimchi mana mundaq." Yovu toshqan darhol o'rilibla 15 tal purchaqdek taratni tok qilib yerga tushiribdi. Qarg'u chashqanning quliqi bu ovozdan jaranglab ketibdi, ham shu hamon u yerdan ayrilibdi. Qarg'u chashqan amdila uyqudan uyg'ongan o'chkidan so'rabdi. "Mening beshimga tarat qilib qo'ygan senmi?" "Yo'q, men emas. Mening taratimchi mana mundaq." O'chki bir tarat qiptiki, qahva rangli topdek tezaklari o'chiblarning ustiga tushibdi. Qarg'u chashqan buni ko'rib, indamasdan ketib qopti. Qarg'u chashqan o'tlayotgan siyirdan so'rabdi. "Mening beshimga tarat qilib qo'ygan senmi?" "Yo'q, men emas. Mening taratim mana mundaq." Siyirning tarti xuddi bir patnos shokoladli tortga o'xshaydi. Qarg'u chashqan buni ko'ribla, beshidagi nijosatni siyirning emasligini bilibdi. Qarg'u chashqan yana to'ng'izning miyiniga berib so'rabdi. "Hay, mening beshimga tarat qilib qo'ygan senmi?" "Yo'q, men emas. Mening taratim mana mundaq." To'ng'iz shu aman bir qilgan ovoz bilan tangla tarat qilibdi-ki, bir parcha yumshoq nijosat yerga tushibdi. Qarg'u chashqan burnini etib to'ng'izning yenidan qochib ketibdi. Yiroqdan qarg'u chashqan ikki birodarni ko'rib qopti. Sizlar shundaqmi?" U bir tarafdan gaqig'ash, bir tarafdan ularga yaqinlashibdi. Aslida ular ikki tal ham yo'g'on, ham semiz chivillarga. Qarg'u chashqan: "Ha, men menga kimning yordam qila oladiganini bildim." U intayin hayajonlanib chivindan so'rabdi. "Zodi kimning mening beshimga tarat qilib qo'yganligini tep beringlar." Chivilla: "Biz tetib baqsaqla beshingdagi kimning tarat ekanligini bila olamiz." Chivin qarg'u chashqanning beshidagi nijosatga beshini tiqib maltilab yiqibdi. Ham darholla: "Ho, bak addi, bu bir kallak itning tarat ekan-ku" debdi. Qarg'u chashqan oxir beshig'i kimning tarat qilib qo'yganligini bilibdi. "Yaxshi-ku, aslida mening beshimga tarat qilib qo'ygan musha yo'g'on chiqqanda." Qarg'u chashqan ishda uxlayotgan vaqtda uning ko'tkiga yomishib chiqibdi-da, bus qilgan ovoz bilan bir tal kichikkina qop-qora chashqan tarti dal ishning beshig'ili tushibdi. Ondan qarg'u chashqan yana teshibli yer ostiga sho'ng'ib kirib ketibdi.